Jonga tegdi hammasi. Nima bo'ldi? Oyijon meni haliyam 12 yoshli qizcha deb o'ylayaptilar. Tinchlikmi? Eriz yana ko'chaga chiqadigan bo'lib tushlikka kelsa, achitga piyoz solmang deydilar. To'g'ri aytib qo'ydi. Hozir men masjidga boraman. Buni yeb borsam, og'zimdan kelayotgan piyoz hididan boshqa odamlar aziyat ko'rishadi. Dadasi, men 37 ga kirdim. Nima bo'pti? Ular oddiy farosat. 28 yil oldin bilishingiz kerak edi. Gap bilan chaqib olasiz. Lekin shunda ham menga yoqasiz. Mehribonsiz. Baxtimizga ko'z tegmasin. Shu ikkimizni baxtimizga uchinchi shaxslar ta'sir o'tkazmasa deyman-da. Kim ekan u uchinchi shaxslar? Masalan, Oyijon. Men onamni qornlarida homila ekanligimda men uchun birinchi shaxs onam edilar. Men tug'ilayotgan paytimda men uchun birinchi shaxs onam edilar. Dunyoga kelib yeganim ilk luqma ona sutini berayotgan paytlarda ham birinchi shaxs onam edilar. Men uchun tunlarini bedor o'tkazayotganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Menga yurishni o'rgatayotgan paytda, menga gapirishni o'rgatayotgan paytlarida men uchun birinchi shaxs onam edilar. Meni bog'chaga olib borayotganlarida, maktabga olib borayotganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Meni o'qishimni kontraktiga ziraklarni sotib berganlarida birinchi shaxs onam edilar. Qo'shni mahallada Shahlo degan yaxshi qiz bor ekan deb sizlarni uyingizga sovchi bo'lib borganlarida ham birinchi shaxs onam edilar. Endi uchinchi shaxs bo'lib qoldilar. Uzr, dadasi. Uzrni mendan emas, chiqib oyimlardan so'raysiz. Shoshmang. Uchinchi shaxs kimligini aytaymi? Xo'sh. Instagramda siz kuzatadigan beva psixologlar. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yana Oyijon. To'xtang. Siz noinsobsiz. Qanaqasiga? Oilamiz misolida tushuntiraman. Biz oilada 6 jonmiz. Shunaqa? Xo'sh. Dadam sizni yaxshi ko'radilar. Siz ham dadamni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Meni-chi? Albatta yaxshi ko'raman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. O'g'limizni-chi? Ha, qizimizni ham yaxshi ko'raman. Ular ham sizni yaxshi ko'rishadimi? Ha. Oilamizdagi 4 odamni siz yaxshi ko'rasiz. Ular ham sizni yaxshi ko'rishadi. Onamlar ham sizni yaxshi ko'rishlari aniq. Lekin siz onamlarni yomon ko'rasiz. Shunaqami? Aslida unaqa emas. Qanaqa? Qarang. Alloh sizga 4 nafar yoqadigan insonni berdi. 1 nafar yoqmaydigan inson. 4 ga 1. Bu siz tomoningizdan noinsoflik emasmi? Mabodo shukr qilishingiz kerak emasmi? Onamlarni nimaga yomon ko'rishingizni bilaman. Chunki onam sizga dakki beradilar. Chunki siz xato qilgan bo'lasiz. Onamlar farzandlarini, nabiralarni hammalariga dakki beradilar. Shu qatori sizga ham. Buni nimasi yomon? Siz juda ko'p onamlarni menga yomon ko'rsatmoqchi bo'lasiz. Shahlo, sizga va Instagramda kelinlarga hurlik nimaligini o'rgatayotgan ba'zi bir jinni sang'i psixologlarga savol. Biz kabi o'g'illar
siz kabi kelinlariga yoqmayotgan onalarimizni nima qilaylik? Ulardan voz kechaylikmi? Qariyalar uyiga borib tashlaylik. Yo o'ldirib yuboraylik. Nima qilaylik?